Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. Bugungi dasturimizda Photoshopga eng chiroyli bo'lgan 180 ta gradientni import qilishni o'rgatib qo'yaman. Gradient bu ikkita rangda chotishmasi. Qani unda boshladik. Mana o'zimda gradientlar turibdi. Shularni orasiga qo'shib qo'ymoqchiman. Buning uchun mana bu yerdan bir marta new'ni bitta bosib qo'ysam bo'ldi. New'ni bosdim, mana qo'shilib qoldi. Okey. Yana bir marta okey deb bosib ketamiz. Yana ko'rsataman sizlarga, o'zimizga yoqqan bironta shakl bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu pushti bilan oq aralashmasi. Frozen berry deyapti. Berry malina, frozen muzlagan malina ekan. Bir marta bosdim. Qarasangiz 110-raqamda belgilanib turibdi. Bir marta bosaman uch burchakda yana. Bosgandan keyin gradient overlay'ni yana 2 marta bosaman. Yana chiqdi, gradientni bosaman. Endi bu yerdan new'ni bitta bosib qo'ysam, eng oxiriga qo'shilib qoldi va okey deb bosaman, yana bitta okey deb bosaman. Demak, sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov bo'ldi. Kelgusi darslarda ko'rishgungacha, xayr.